Assalomu alaykum. Bugun darsimizda risk management bo'ladi. Ko'pchilik bu narsadan qochadi. Katta summa bilan pulini bo'lmasdan, hisob-kitob qilmasdan bitta narsaga kirib oladi. Shu narsani ushlab o'tiradi, qachondir osharmikan deb. Lekin boshqa yaxshi ko'rilib, u bitta oshguncha 2-3 marta yurib bergan bo'ladi. Sizlar hali ham shu bitta coinni atkatida kutib o'tirgan bo'lasizlar. Shuning uchun iloji boricha pulni risk management bo'yicha bo'lib kirish kerak. Risklarni hisobga olib. Qanaqa bo'ladi bu narsa? Xo'p, deylik bizani $1000 pulimiz bor. $1000 pulni 2ga bo'lib olamiz. 50%. 50% $500 bo'ladi. Xo'p, bizda ikkita $500 Kashligimizni bo'lingan $500 dan. Xo'p, yarimiga pulimizni bo'lib, chisi investitsiya qilib pulimizni tiqamiz. Hech qanaqa stop loss, take profit qo'yilmaydi bunga. Misol 1 oyga, 2 oyga. Qolgan $500 ga stop loss, take profit bilan kichkinaroq vaqtda ishlang. Misol 1 kun, 2 kun, 3 kunga. Take profit yo'g'ida stop lossga borguncha xullas. Ko'pchilik shu narsani bilmaydi. Misol $1000 pul bo'lsa, $1000 pul bilan bitta coinga kirib oladi. Shuni ushlab o'tiradi. Qachon narxi o'sadi? O'zi ham bilmaydi. Bitta o'shandan umid qilib o'tiradi. Agar misol sabr yetmasdan, kutmasdan sotib olsa, zararda sotib oladi, yana boshqa coin oladi. Uni ham xuddi shunaqa ushlab o'tiradi. Misol $1000 puldan coinni mana bu yerda olib qo'ygan bo'lsa, teparog'ida misol mana shu olib qo'ygan coinni. Narx, chunki tushunmagan odam hech qachon narxi tushganda emas, o'sganda sotib oladi. Chunki tushunmaydi, o'ylaydi narx o'syapti, yana o'sadi deydi. Dakasi o'sishiga qiziqib oladi. Mana shu olgan joyida misol narx ozgina o'sib beradi. Davay o'syapti, yana o'sib ketadi. Mana maksimum yangilik deydi. Dab narx tushib ketadi. Endi tasavvur qiling, sizlar $1000 pul bilan mana shu yerda kirib olgansizlar. Общийsiga hozirgi holatiga 35%. $350 minusda o'tiribsizlar. Любой odam psixologически bu qiynab qo'yadi. $350 minus ko'radi deb tap etib mana shu sotib yuboradi. Mana shu sotib yuboradi. Sotib yuborgandan keyin boshqa coinga qiziqib ko'radi. Misol qaysidir coin misol o'sayotgan joyini ko'radi yana. Tushayotgan coin emas, o'sayotgan coinni qaraydi yana. Misol deylik coin mana shu yerda yana mana shu yerda sotib oladi. Xuddi shu narsa bo'ladi. Mana shu yerda yana o'sadi coin. Necha foiz misol 26, 260 plusga chiqdi. To есть bu safar endi bunaqa bo'lmaydi. Chunki bu yerda $350 minus qilib qo'ydi. Bu $350 minusdan keyin shu yerda avtomatik $650 pul qoladi. Bu yerda qaytib yana xuddi shuncha 35% o'sib bergani bilan unga qaytib $350 pul ola olmaydi. Chunki $650 35% ni oladi. Shuning uchun mana shunaqa narsalar bo'lmasligi uchun обязательно risk management kerak. Risk management bilan ishlagan odam hech qachon katta zarar qilmaydi. Xo'p. Endi bu yoqqa qaytadigan bo'lsak, $500 ga bo'lib oldik pulimizni. Endi mana shu $500 ni ham misol 10 ga bo'lib olamiz. Yoki 20 ga bo'lib olamiz. Farqi yo'q. Misol men o'zim pulimni 50% ni 20 ga bo'lib ishlayman. U necha pul bo'lishi qiziq emas. $100,000 bo'lsa, $200,000 bo'lsa qiziq emas. Iloji boricha bo'lish kerak. 20 taga, 30 taga. Misol mana bitta coindan 10% oldinglar, bitta coindan 15-18% oldinglar misol. Bitta coindan misol 15% oldinglar. Sizlar $500 3 ga bo'lib kirdinglar. Hisoblaylik. 503 ga bo'ldik, to'g'rimi? $166 dan bo'ldi. Endi 166 dan 11% oldinglar.
166ni bo'lamiz 100ga ko'paytiramiz 11ga. Bundan 18 to'g'ri Şaka raspitili mi? 18. Endi 18% o'sdi keyingisi. 30 doğru bundan. 30 doğru foyda qildi. Endi keyingisidan bundan 25 doğru foyda qildi. Sizlar общийsiga shunda 18 30 25 73 doğru foyda qilsizlar. Uchtasida. Endi misol Bitcoinga kirib oldinglar. Bitcoin deylik qilsizlar. 17% ile 500 bo'lamiz 100 ga ko'paytiramiz 17 ga. 85 doğru. Общийsidan 73 doğru, bundan 85 doğru. Почти shu narsa. Lekin bu riski kamroq. Misol bittasi o'xshamagan taqdirda ham misol 2% stop 2% ile 166 ni 3 doğrugina stop olasizlar. 3 doğru stop. Bundan ayiramiz. 30'u ayiramiz 25. Общийsiga 50 doğru plusda chiqasizlar. Lekin bittaga kirib olsanglar 500 bölü 100 ko'paytirib 10 doğru minustasizlar общийsiga. Bunda общийsiga agar stop ursa 10 doğru minusda chiqasizlar. Bittada bozordan chiqib ketasizlar. Bu yoqda общийsiga sizlar 50 doğrudan ko'proq plusda chiqasizlar. Bu stop loss take profit bilan ishlagan. Endi bu ko'llarni qancha ko'p bo'lib olsanglar, o'zingizlarga shuncha yaxshi. Qolgan 500 dollar pulni endi misol buni ham qancha ko'p bo'lib olganinglar yaxshi. 2x 3x beradigan ko'llar bor. Ularni kirib Google'dan fundamentalni ko'rish kerak. 5-6 yetkazib tashlash kerak. Qaysidir zo'r beradi, qaysidir zo'r tush beradi. Balans bo'lib, C++ chiqib ketaverasizlar.